19-asr oxiri Yevropa buyuk imperiyalari davri, biri Rossiya, biri Angliya, biri Fransiya dunyoni bo'lib olayotgan davr edi. Mana shunday o'ta xavfli paytda bir odam bor edi. O'z xalqini, o'z dinini, o'z imperiyasini himoya qilish uchun 33 yil davomida kurashgan. Bu sulton Abdulhamid II. Kimdir uni Qizil sulton deb atadi. Boshqalar esa Ummatul Islomning qalqoni, so'nggi buyuk sultoni, islom dunyosining soyabonidek himoyachisi deb ulug'lagan. Abdulhamid 1842-yil Istanbulda tug'ilgan. Onasi erta vafot etganidan bolaligi og'ir, ammo ilm bilan to'la o'tadi. U yoshligidan arab, fors, fransuz tillarini o'rganadi. Tarix, falsafa, siyosat, muhandislikni chuqur bilib oladi. U bo'lab yashnagan saroyda emas, og'ir hayot haqiqati bilan ulg'aydi. Shu sababdan ehtiyotkor, paydo bo'layotgan xavfni uzoqdan ko'ra oladigan, diplomatiyani san'at darajasida biladigan sulton bo'lib yetishdi. 1876-yil Usmoniy imperiyasi tarixidagi eng og'ir kunlar, Balkan qo'zg'olonlar, siyosiy inqirozga botgan payt. Oldingi sultonlar qisqa hukmronlik qiladi. Ichki parokandalik, tashqi bosim kuchayadi. Rossiya bosimi, G'arbning siyosiy fitnalari imperiyani parchalanish yoqasiga olib kelgan edi. O'sha yillarda taxtga Abdulhamid II chiqadi. U bilar edi, agar u birgina xatoga yo'l qo'ysa, imperiya qulash yoqasida turardi. Shuning uchun u shunday siyosat boshladiki, tarixchilar uni mo'jizaviy sabr siyosati deya ataydi. Uning davrida imperiya shunchaki tirik qolmadi, balki o'sdi, rivojlandi. Abdulhamid islohotlari tarixda alohida o'rin egallaydi. Uning davrida imperiya qanchalik zaiflashayotgan bo'lsa ham, Abdulhamid II katta modernizatsiya qildi. Yangi temir yo'llar qurdi. Eng mashhuri Hijoz temir yo'li Damashqdan Madinagacha. Bu yo'l musulmonlarga haj safarini oson qilgan va Arabistonni markaz bilan bog'lagan. Ta'limda ham islohotlar boshlandi. 18 dan ortiq oliygoh, 100 maktab, o'qituvchilar seminarlari ochildi. Uning davrida eng katta maktablar tarmog'i kengaydi. Sanoat va kommunikatsiya rivojlanishi uchun zamonaviy jihozlar olib keldi, telegraf liniyalari kengaydi, tibbiyot va muhandislik sohalari rivojlandi. Telegraf tarmoqlari butun imperiyani bir-biriga bog'ladi. Abdulhamid II imperiyani 30 yilga yaqin zamonaviy davlat sifatida saqlab turdi. Abdulhamid bir narsani juda yaxshi tushungan edi, agar Usmoniylar Rossiyaga qarshi chiqsa qulaydi, agar Angliyaga qarshi chiqsa qulaydi, agar Fransiyaga qarshi chiqsa yana qulaydi. Shuning uchun Abdulhamid ularni o'zaro to'qnash keladigan diplomatik tuzoqlarga soldi. Uning eng katta quroli razvedka edi. Jurnal deb ataladigan maxsus razvedka xizmatini tashkil qilgan edi. Bu razvedka xizmati imperiyadagi har bir fitnani aniqlardi. 1896-yil Yevropada sionistlar rahbari Yahudi Herzl Istanbulga kelib, imperiyaning qarzini yopib berish evaziga Falastindan katta hudud so'raydi. Abdulhamidning javobi tarixga kiradi. Falastin ummat mulki, men uni sotmayman. Agar biz yiqilsak ham, musulmonlar bir kun kelib bu yerni qayta tiklaydi. Bu so'zlar bugun ham millionlab odamlarni hayratda qoldiradi. Bugun Falastin yerlarida bo'layotgan voqealar Sulton Abdulhamidni naqadar haq ekanligini ko'rsatadi. 1908-1909-yillar Ittihod va Taraqqiy partiyasi G'arb yordami bilan ichki qo'zg'olon ko'taradi. Abdulhamid razvedka orqali barchasini bilgan bo'lsa-da, mamlakatda ichki qon to'kilishini istamagani uchun urush boshlamaydi. Nihoyat 1909-yilda u taxtdan tushiriladi. Sultonning oxirgi so'zlaridan biri: "Men imperiyani urush bilan emas, tinchlik bilan asrashni istadim, ammo sizlar tinchlikni qadrlamadingiz." Sulton Abdulhamid oxirgi yillarni Salonikida, keyinroq Istanbulda oddiy hayotda o'tkazdi. Ammo bir umr imperiya uchun qilgan xizmatlari hech qachon unutilmadi. 1918-yil Abdulhamid vafot etadi.
Dunyo birinchi jahon urushidan qonga botib chiqqan vaqt edi va aynan o'sha yili Usmoniy imperiyasi ham so'nggi marta yiqiladi. Ko'pchilik tarixchilar shunday deydi. Agar Abdulhamid ikkinchi bo'lmaganida Usmoniy imperiyasi 30 yil ko'proq emas, balki 30 yil oldinroq qulab tushgan bo'lar edi. Sulton Abdulhamid ikkinchi buyuk sulton, mohir diplomat, uzoqni ko'ra olgan davlat arbobi edi. Uni kimdir yomonlashga urinadi, kimdir esa himoyachi deb e'zozlaydi. Ammo bir haqiqat bor, u o'z imperiyasini so'nggi nafasigacha himoya qildi. Islom dunyosining izzatini saqlagan oxirgi buyuk sulton edi.